Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuhu. Mi'raj kechasi muborak kecha. Shu kechada Alloh taolo tomonidan bek zo'r bo'lak berildi, namoz bo'lagi. Ham shulay uq Mi'raj kechasida Alloh taolaning rahmati ingib, payg'ambarimizga xabar keldi. Senin ixlosli bandalar tarafinden Alloh taolo tarafinden indi chin ixlos ko'ngildan ibodatda bo'lgan, payg'ambarimizning ummatida bo'lgan kishilarga zo'r gunohlardan arinu mumkinchiligi berildi deb xabar etildi. Ham 3-bo'lak Baqara surasining so'nggi 2 oyati bo'lak bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga indirildi. Alloh taolo tarafinden shu Mi'raj kechasi ulug' bir fursat. Izgiliklar, igiliklar bilan mo'l qilib, namozlar, nafilalar bilan shu kechani mo'l etib, izgiliklar bilan Alloh taolaga yaqinayirga nasib aylasin. Begrakda shu kechada 12 rakatli nafila namoz bek savobli bo'lib sanalar. Shu kechada tavba namozi o'qib, Alloh taolo oldinda gunohlardan arinu ibodatlari bilan mo'l bo'lsa, ul vaqtda bek darajali ham savobli bo'lur. Ham shulay shu kechada eng kimida 100 marta bilan astag'firulloh deb aytib, 100 marta bilan la ilaha illalloh deb aytib, ham 100 marta bilan salovat aytsak, Alloh taolaga Alloh bersa izgiliklar bilan yaqinayirga nasib aylar Alloh taolo. Ham endi shat inshaalloh shu izgi kechani izgiliklar, igiliklar bilan kunin uroza bilan mo'l qilib Alloh taolaning rahmatine ega bo'lun nasib aylasin. Shu Mi'raj kechalarida Alloh taolo tarafinden izgiliklar bilan, igiliklar bilan agarda mo'l qilsak, payg'ambarimizning hadisi bor. Ul ishroqda Alloh taolaning rahmati shunday keng bo'lur. Hatto ul bandaning izgiliklari bir-birine Alloh taolaning rahmati bilan 100 yil davrida ibodatda o'zdirgan kishining amal ibodatlarına ega bo'lurga nasib aylarga mumkin. Shunga ko'ra endi shu fursat bilan foydalanik, izgiliklar bilan, igiliklar bilan shu kechani mo'l qilik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.